Mana shu shayx hazratlarining oldidagi inson Jizzax shahridagi bir masjidda muozzinlik qiladi, ya'ni azon aytadi. Ko'zi ojiz, Alloh shunday qilib yaratgan. Bir kuni bomdod namoziga jamoatga kirdim shu masjidga. Jamoat tarqab ketdi, keyin o'tirib Qur'on o'qiyapman. Qandaydir boshqa xonadan, masjidda boshqa xonasidan Qur'on tovushi kelyapti, ya'ni qiroat tovushi kelyapti. Juda go'zal ohangda. Keyin qiziqdim. Kim ekan deb borib qarasam, shu Sherzod Qori aka ekan. Bu insonning ismi Sherzod bo'ladi. Tarix o'qituvchisi. Ko'zi ojizlar maktabida tarixdan dars beradilar bu kishi. Keyin bordim, so'rashdim, tanishdim. Keyin ko'zi ojiz bo'lib turib, Qur'onni shunaqangi chiroyli o'qiyapti, mashalloh. Birga o'qigim keldi. Ya'ni bitta surani aytdim, bitta surani keling birga o'qiymiz. Bitta oyat siz o'qiysiz, bitta oyat men o'qiyman deb o'qidik. Ya'ni Kahf surasini o'qidik. Men bilan bir xil o'qiyapti. Mendan ham deyarli yaxshi o'qiyapti-da bu kishi. Mayli, men o'qituvchi ekanman, arab tilidan o'qituvchiman. Bu kishi boshqa fandan o'qituvchi, lekin arab tili bu kishi o'zi o'rgangan. Ya'ni o'zi ko'z ojizlar kitobi bo'ladi-ku, shundan o'qiyapti. Mendan yaxshi o'qiyapti. Ishoning, mashalloh, havas qildim. Men aytdim, ko'ziz ojiz dedim. Qanaqa qilib bunaqa darajaga erishdingiz? Qancha vaqt ketdi desam, uncha ko'p vaqt ketgani yo'q dedi Mirjon dedi. Faqat insonda Qur'onga muhabbat bo'lsa, 4-5 oy yetar ekan deyapti-da. Muhabbat bo'lsa har kuni bir xil rejim qo'yib olib, har kuni bir xil sahifadan o'qib, shug'ullansa deydi 4-5 oy yetar ekan Mirjon deyapti. Qarang, ko'zi ojizlar shunaqangi o'qiyapti Qur'onga muhabbat bilan, o'rganib. Oddiy qilib aytganda bular timirskilanib o'qiydi-da Qur'onni ham, izlab harflarni o'qiydi, qiynalib. Lekin biz ko'zimiz soppa sog'lom, Allohga shukr. Lekin o'rganishni xohlamaymiz. Shu inson uchun, ya'ni shu kabi insonlar uchun bir like bosib keting.